Mening 2 farzandim bor. Turmush o'rtog'im bilan tuhmat sabab bo'lib ajrashganmiz. Ular negadir 2 farzandimizni begonadan deb o'ylaydilar. Agar er bilan xotin alohida yashashsa, lekin er xotinini taloq qilmagan bo'lsa, shunday holatda u ayol o'z mahridan voz kechsa boshi ochiq hisoblanadimi? Keyinchalik bu er xotinning munosabatlari qay tarzda kechishi kerak? Qiyomat kuni arshning soyasida bo'ladigan 7 toifadan biri bu o'zi yosh bo'lsa-da eridan ajragan va boshqa erga tegmay farzandlarini tarbiya qilish qiyinchiliklariga sabr etgan ayoldir degan hadisga muvofiq, ayol kishi boshqa erga tegmasa Allohning oldida gunohkor bo'lib qolmaydimi? Bu yerda bir nechta savollar jamlanib ketdi. Er xotin alohida yashashsa, lekin er xotinni taloq qilmagan bo'lsa, shunday holatda u ayol o'z mahridan voz kechsa boshi ochiq hisoblanadimi? Bunday holatda boshi ochiq hisoblanishi uchun xotinni mahrdan voz kechishining o'zi hisob qilinmaydi, balki buni xulu deyiladi. Xuluda ajrashish tashabbusi ayol tarafdan bo'ladi. Ayol man erim bilan ajrashaman degan talab bilan chiqadi. Xo'p, er bilan ayol o'sha arza berilgan taraf, imom bo'lsin yoki boshqa bir taraf bo'lsin, mana shu narsani hukmini chiqarishga salohiyatli bo'lgan taraf, eski vaqtlarda qozixonalar bo'lgan qozilarga arza beradi. Arzasida eridan ajrashmoqchi ekanligi ko'rsatilgan bo'ladi. Er xotin bir yerga jamlanib, ulardan bo'lgan voqea haqida savol so'raladi. Ayolga arza berganligini sababini so'rab nasihat qilinadi. Erga ham nasihat qilinadi. Ayol men mahrimni voz kechdim, berdim, lekin bizni oramizni ajratib qo'yinglar deb turib olgan bo'lsa, demak o'sha yerda xulu sodir bo'ladi. Er mahr bergan bo'lsa, mahrni xotin erga qaytarib beradi-da, o'sha yerdagi majlisdan bular ajrashdi degan qaror chiqqan bo'lsa, ana undan keyin ayolning boshi ochiq hisoblanadi, ersiz ayol holiga o'tadi. Lekin o'zining niyatidagina voz kechib yoki erga birov orqali berib yuborib, mana mahrini olsin degan holat bilan ish bitmaydi. Albatta bu guvohlar oldida sabablarini tushuntirib aytilgan bir holatda bo'lishi kerak. Ana shuni ilmli odamlar hukmini chiqarishlari kerak. Keyinchalik bularni demak er xotinligi qolmaydi. Bir-birlariga begona bir holatga keladilar. Sobiq er xotinlar bo'lishadi. Demak bir-biriga begona, boshqa begona odamlarning munosabati qanday bo'lsa, shunday holatga o'tadi. Xo'p, endi qiyomat kuni arshning soyasida bo'ladigan 7 toifalar to'g'risida gap ketyapti. Bu juda ham mashhur hadis. Unda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom qiyomat kunida Allohning soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda Alloh taolo 7 toifa kishilarning o'z soyasiga oladi deb turib 7 ta toifa odamlarni sanaganlar. Misol uchun odil imom, Allohning ibodatida o'sgan yosh inson, Alloh uchun yaxshi ko'rishgan